Assalomu alaykum. O'tgan hafta Abduqodir Husanov yana Manchester City safida e'tibor markazida bo'ldi. Siz Husanov News kanalidasiz. Angliya Premier Ligasining 26-turida Manchester City Fulhamga qarshi maydonga tushdi. So'nggi o'yinlarda asosiy tarkibda o'ynab kelayotgan Abduqodir Husanov bu safar uchrashuvni zaxirada boshladi. Ikkinchi bo'limda jamoa o'yini biroz sekinlashgach, Pep Guardiola 60-daqiqada Husanovni Mateusz Nunes o'rniga maydonga tushirdi. Husanov o'ng qanot himoyasiga o'tdi va qisqa vaqt ichida himoyadagi tartibni tiklashga yordam berdi. U maydonda sovuqqon, aniq va ishonchli harakat qilib, jamoa o'yiniga barqarorlik qo'shdi. Uchrashuv yakunida Manchester City 3-0 hisobida g'alaba qozondi. O'yindan keyin Pep Guardiola Husanovning harakatlarini alohida ta'kidlab, uning o'yinini yuqori baholadi. Mutaxassis futbolchimizning o'ng qanotdagi o'yini Kyle Walkerning eng yaxshi davrlarini eslatganini aytdi. Shuningdek, Manchester City Angliya Kubogi doirasida Salford jamoasiga qarshi o'yin o'tkazdi. Ushbu bahsda Abduqodir Husanov to'liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi. City uchrashuvni 2-0 hisobida o'z foydasiga hal qildi. O'yinda qiziqarli epizod ham kuzatildi. Husanovning aniq uzatmasidan keyin Omar Marmush gol urdi. Biroq vaziyat ofsayd sabab bekor qilindi. Shunga qaramasdan, uzatma sifati futbolchimizning o'yinga ta'sirini ko'rsatdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Husanov uchrashuv davomida bir nechta uzun uzatmalar amalga oshirdi va 11 ta himoyaviy harakat bajarib, himoyachilar orasida eng yaxshi natijalardan birini qayd etdi. Xulosa qilib aytganda, Abduqodir Husanov Manchester City safida o'zini tobora ishonchli futbolchi sifatida namoyon etmoqda va jamoa tizimida muhim rol o'ynamoqda. Shuning bilan xabar yakuniga yetadi. Husanov News